Yashnobod Izzat mahallasidan 2 xona 3 xona qilib qo'yilgan 68 kvadrat aslida, lekin kadastrda 65 kvadratli kvartirani Arzon Nafta kanalida 55.900 dollarga egasi bilan ko'rsatamiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prixoshka, mana ko'rib turibsizlar, 3 xona razdelni, 3-xona mana bu yerda 2 ta sanuzel ham alohida. Chap qo'lda birinchi xonamiz mana detskiy xona. Ikkinchi xonamiz kattakon zal. Kvartira toza, tiniq, shunga kirib yashayverasizlar. Bu yerda salkam 2 ga 6 razmerli balkonimiz. Kuxnya balkonga chiqqan. Mana shunga kirib yashayverasizlar. Antennalargacha tashlab ketilgan. Bu yoqqa shkaflar qo'yiladi. Bu ota-onalar yotoqxonasi, ya'ni 3-xonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Kvartira yorug', havoylanishi yaxshi, skvozniy. Bu sanuzeli alohida. Mana hojatxonasini qulayliklari bor. Kvartiraning narxini talashib, tortishib 55.900 dollarga qo'yadigan bo'ldik. Pastdagi nomer egalari nomeri. Kvartira faqat naqdga sotilyapti. Metro so'rasangiz, taxminan 1 kilometrdan sal ko'proq. Yonida maktab, bog'cha bor. Buni arzon variantda o'tkazib o'tkazish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.